qidiruvdan smartcons bot deb poyga beramiz. Shunaqa yozishimiz kerak, bo'lmasa boshqa botlar chiqishi mumkin. Botga kiramiz. Kirganimizda start buyrug'ini beramiz. Kabinet bo'lsa, mana bizning hisobimiz. Botlarni boshqarish bosamiz. Botlarni boshqarish. Bu yerda xohlagan botimizni ochishimiz mumkin. Yangi botlar ochish bo'lsa, mana Kinobot, guruh bot, o'quv markaz bot, Open Budgetga bot ochishimiz mumkin. Bizning balansimiz hozir 1000 so'm. Bu yerda bot ochish narxi 100 000 so'm. Hozir hisobimizni 100 000 so'mga to'ldirib olamiz. Kabinet bo'lsa, hisob to'ldirish chiqadi. Humo karta bosamiz. Mana to'lov uchun karta berishadi. To'lov miqdori 100 000 so'm. Siz o'sha berilgan kartaga to'lov qilasiz va skrinshot qilasiz. Skrinshotini yuborasiz. Va admin hozir tasdiqlaydi. Ungacha biz hozir Botfazerdan biza bot ochishimiz kerak. Kinobot ochamiz hozir. Mana new botni bosamiz. O'sha botni nomini kiritamiz. Masalan, Kinobot deb yozsak, Kinobot. Hozir unga username tanlaymiz. Mana botga username o'rnatdik. Antiqa bo'lsa ham sizlarga ko'rsatib beraman avval. Mana bu tokenini biz olishimiz kerak. Mana bu tokeni bo'ladi. Shuni nusxalab olamizda. Smartcons botga kiramiz. Mana admin bizning so'rovimizni tasdiqladi. Endi kabinetni bosamiz. Mana hisobimiz bo'ldi. Keyin botlarni boshqarish bosamiz. Botlarni boshqarish bo'lsa, bizga mana bunaqa panel ochiladi. Bizga Kinobot yaratishimiz kerak. Hozir botni yaratish bosamiz va Botfazerdan olgan tokenimizni kiritamiz. Vstavить qilib olamiz. Yaratish bosamiz. Hozir ozroq kutsak, Botfazerga yaratgan botimizga kiramiz. Start bosamiz. Mana bizga botimiz tayyor bo'ldi.